Assalomu alaykum. Qalaysizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Va'dilamiz. Va'dil sentri. Xudo xolasa, shatdan yana chekka Arkigacha bo'lgan yo'lda biz ko'rsatamiz. Safarda yurganlar, safarda yurganlar, ish bilan boshqa viloyatlarda yurganlar uchun maxsus video bo'ladi. Video cho'zilib ketsa, rozi bo'lasizlar, videoda oxirigacha ko'ringlar. Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim, ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqanchirog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holda bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Qurbon bo'lib ketgan bizning qancha sharaf shonimiz, ma'rifatda fido bo'lsa bo'lsin deya jonimiz. Yurtboshimizning yoshlarga aytgan gapini eslang, jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali, jadidlarning yoqqanchirog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holda bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Bugun O'zbekiston har tomonlama kuch-u qudratga ega, har tomonlama himoya qiladi O'zbekiston o'zini. Haddini bil fitnachi, bu yurtni yomonlama. Bugun O'zbekiston so'zini ayta oladi, butun dunyo maydonida maqsad sari boradi. Sportda, ilm fanda, har sohada bemalol, butun dunyo maydonida raqobatda shonladi. Cho'lpon ekkan holda bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Qurbon bo'lib ketgan bizning qancha sharaf shonimiz, ma'rifatda fido bo'lsa bo'lsin deya jonimiz. Yurtboshimizning yoshlarga aytgan gapini eslang, jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali, jadidlarning yoqqanchirog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holda bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Bugun O'zbekiston har tomonlama kuch-u qudratga ega, har tomonlama himoya qiladi O'zbekiston o'zini. Haddini bil fitnachi, bu yurtni yomonlama. Bugun O'zbekiston so'zini ayta oladi, butun
dunyo maydonida maqsad sari boradi. Sportda, ilm fanda, har sohada bemalol. Butun dunyo maydonida raqobatlashadi. qancha sharaf shonimiz, ma'rifatda fido bo'lsa bo'lsin deya jonimiz. Yurtboshimizning yoshlarga aytgan gapini eslang, jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali, jadidlarning yoqqan chirog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarichi yeringni qani men ham sevolsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan niholda bo'stonlarim bor mening, Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening, Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening, ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Bugun O'zbekiston har tomonlama, kuch-u qudratga ega har tomonlama, himoya qiladi O'zbekiston o'zini, haddini bil fitnachi bu yurtni yomonlama. Bugun O'zbekiston so'zini ayta oladi, butun dunyo maydonida maqsad sari boradi. Sportda, ilm fanda, har sohada bemalol, butun dunyo maydonida